erkakni barakasi ayolidan ekaniga. Men bu narsaga juda qattiq ishonaman. Nimadan u baraka keladi? U prosta ayoli borligidan emas, ayoli qanday holatda borligidan. Ayol yer, erkak urug'. Tushunyapsiz? Yer qanaqa bo'lsa, qotib ketgan, qurib ketgan bo'lsa-ga hech narsa o'smaydi. Lekin yumshagan yer, barokatli qanaqadir yumshoq yer bo'lsa-ga shunda liboy urug' unib o'sib ketadi-ku, xuddi shunaqa. O'zini sevishi, o'ziga xarajat qilishi, o'zini yaxshi ko'rishi, o'zidagi zavqi, o'zidagi ayoldagi energiya erkakni zaryadlantiradi. Ayol agar doimiy deylik nerviga tegadigan, hamma narsada realniy kamchilik izlaydigan, turmush o'rtog'ini kovlaydigan bo'lsa-ga, bunaqa ayol erkakni dodi prosta sho'r peshanasi. Nimaga? Chunki uni hech qachon barakasi bo'lmaydi bunaqa ayol bilanda. Ayolning holatiga bog'liq bu. Agar ayol hayotdan zavqlanib yashasa, ruhlantiruvchi, maza qiluvchi bo'lsa, o'zidan ham, boshqalardan ham, atrofidan ham negativsiz